Futbolga qiziqmayman. Lekin tushunganim futbol 87-daqiqadan keyin qiziydi. Boshqacha qiziydi. Yugurmagan oyoqlar yugurib ketadimi? Trenerda ishlamagan kallasi ishlab ketadimi? Kimlardir almashib taktika qilib qoladi. Nimaga? Chunki oxir yaqin. Hisob yaqin. Odam ham shunaqa. Agar oxir yaqin bo'ladigan bo'lsa, hisob yaqin bo'ladigan bo'lsa, tipirchilab qoladi. Agressiv harakat qiladi. Butun hamma salohiyatni ishga solib 100% foydalanadi kuchidan. Shuning uchun inson qachon unda paravoz bo'ladi? Omadsizlik bo'ladi. Oxirin juda uzoq deb o'ylaganda. Hisobi hali keladi deb o'ylaganda. Agar 90 daqiqa emas cheksizlik bo'lganda futbol, tasavvur qiling 10-0 biz yutqizyapmiz. 10 turgan. Ha uramiz deb xotirjam yuraverasiz. 20-0 ha uramiz cheksiz vaqt. 30-0 yuraveramiz. Ya'ni bizda ayni hayotimizda mana shu xotirjamlik bor. Xuddi butun umr yashaydigan